Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va aziz o'quvchilar. Biz bugungi matematika fanimizda sizlar bilan doira mavzusini o'tamiz. Bolajonlar, yangi mavzuni o'tishdan avval o'tilgan mavzuni takrorlab olsak. Yodingizda bo'lsa, biz sizlar bilan o'tilgan mavzuda to'g'ri to'rtburchakni o'tgan edik. Xo'sh, bolajonlar, to'g'ri to'rtburchak deb nimaga aytiladi? Va to'g'ri to'rtburchak shaklidagi buyumlarga misollar keltiring. Daftaringizga yozdingizmi? Ana endi birgalikda tekshirib olamiz. To'g'ri to'rtburchak deb hamma burchaklari to'g'ri bo'lgan yassi to'rtburchakka aytiladi. Barakalla. Endi esa to'g'ri to'rtburchakka keltirgan misollaringizni sanab o'ting. Quyida berilgan rasmlarni ham sanab o'tamiz. Sumka, radio, kalkulyator, kitob. Demak, ushbu buyumlarimiz ham to'g'ri to'rtburchak shaklida ekan. Endi esa bolajonlar, o'tilgan mavzuni ham takrorlab oldik. Yangi mavzuga o'tsak bo'ladi. Bugungi biz sizlar bilan o'tiladigan mavzuyimiz doira. Tekislikning aylana bilan chegaralangan qismi doira deb ataladi. Takrorlayman. Tekislikning aylana bilan chegaralangan qismi doira deb ataladi. Doira yuzi deb u qamrab olgan maydonga aytiladi. Bolajonlar, ushbu ma'lumotlarni daftaringizga yozib oling. Endi esa sizlar bilan doira shaklidagi buyumlarni sanab o'tamiz. Quyosh, tort, koptok, tarvuz, sham. Ana bolajonlar, quyida keltirilgan rasmlarimiz doira shaklida ekan. Diqqat qilamiz. Quyidagi rasmda nechta doira shakli bor? Tayyormisiz? Barakalla bolajonlar. Rasmda 6 ta doira shakli bor edi. Ana endi sizlar bilan ozgina dam olamiz. Barchamiz o'rnimizdan turib olamiz. Tayyormizmi? Qani boshladik. Qo'lda chapak chalamiz. Joyda asta yuramiz. O'ngga bir egilamiz. Chapga bir egilamiz. Chuqur nafas olamiz. Ana bolajonlar, endi mavzuyimizni mustahkamlab olsak ham bo'ladi. Quyida berilgan shakllar orasidan doiralarni sanang. Ularni topib daftaringizga chizing va shu ranglarda bo'yang. Tayyormisiz bolajonlar? Barakalla. Demak, ushbu shakllar orasida doira shakllarimiz 6 ta ekan. Uni ranglar bilan bo'yab oldingizmi? Barakalla bolajonlar. Sizlar bugun darsda juda ham faol qatnashdingiz. Barchangiz bilimli ekansiz. Endi esa bolajonlar, uyga vazifani yozib oling. Uyga vazifa bugungi mavzuyimizni takrorlash va doira shaklidagi buyumlarni daftaringizga chizish.